Gapirmoqchi bo'lganim Binafsha shu'lasi ikkinchi qismi haqida. Xo'sh, bu kitob haqida juda ko'plab fikrlar bildirib o'tildi. Ba'zilar uni ertak kitob dedi, ba'zilar yosh bolalarga xos kitob dedi. Bu ularning fikri. Men esa o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Turli xil roman o'qiydiganlarga bitta savol bermoqchiman. Aynan mana shu shu'la sababli biz yangi kitob xarid qilmaymizmi? Aynan mana shu shu'la uchun kitobning yangi varog'ini ochmaymizmi? Aynan mana shu shu'la orqali biz kitobni boshlab to tugatganimizga qadar vaqt qanday o'tganini sezmay qolmaymiz. Bu kitobda yoritilgan mavzu juda ko'pchiligimizga ayon, ya'ni Hayo ismli qizni shu'la kitob ichiga olib kirib ketadi hamda mana shu shu'la uni kitobning ichidan olib chiqadi. Mening fikrimcha, bu kitob har qanday kitobxonning hayotini yoritib bergan hamda har qanday kitobxon xohlaydigan yakunni ko'rsatib bergan. Har qanday kitobxon orzusidagi yakundagina shuni nazarda tutmoqdamanki, Hayo kitobda qanday qahramonlarni baxtsiz yakunlarni o'qigan bo'lsa, ana o'sha qahramonlarning barchasi hayotda uning atrofida jam bo'lishdi, oila a'zosiga aylanishdi hamda ular barchasi baxtli hayotni kechirayotgan